Assalamualaikum mikrofondagi eziz ko'rmanlar. Kechqurun xayrli olsun. Men Adil Uyg'ur, Uyg'ur tadqiqot instituti nomidan hammalarga samimiy va qizg'in salom yo'llayman. Har hafta institutimizning mudiri, shundoq Hojatli universiteti adabiyot fakulteti tarix bilim o'qituvchisi dotsent doktor Erkin Akram Ma'lumot o'tkazib kelayotgan xalqaro vaziyat va kun tartibli programmamizga yangi bölümni huzurunuzga taqdim qilamiz. O'tgan hafta biz Sharq Turkiston va Uyg'ur masalasini siyosat ilmining ko'rilgan holda muhokama qilishga tirishgan edik. Biz bugungi programmamizda o'tgan programmamizniki davomini elib boramiz. O'tgan programmamizda siyosat ilmi haqida ozroq to'xtalib edik. Bundaqda siyosat degan nima degan vaqtimizda men qisqacha bir to'xtalay buningda. İnsandaki ijtimoiy muhitni shakllantirgan hayotga doir reallik va haqiqatlarning beshida hokimiyat, huquq, nufuz, egalik huquq va kuch ishlatish munosabatlik siyosiy munosabat shakllari keldi. Biz bularni ya farq edelaymiz yoki etolmaymiz. Ammo biz bu munosabat shakllarini sirtida qololmaymiz. Asosliq bu ijtimoiy fanlardan biri bo'lgan siyosat ilmi siyosat hodisasiga doir hukmlarni, muassasalarni, tashkilotlarni, jarayonlarni, e'tiqod shakllarini va qadriyatlarni, to'qinishlarni, hamkorliklarni tadqiq qilib, mustaqil fan sifatida bo'lsa 20 asrda sanoat inqilobi keltirib chiqargan har xil ijtimoiy masalalar ustida izlanish va tadqiqot elib berish ehtiyojini meydon keldi. Siyosetninki etnologiyasi va tarixi haqida qisqacha ma'lumot berishni foydasi deb o'ylaymiz. Siyoset kelimasi Uyg'urchaga Arabchadan kirgan bo'lib, Arabchada siyasa shaklida ishlatiladi. Sasa yiltizidan kelgan siyoset kelimasi boshqarish, tarbiyalash va yetishtirish ma'nosini bildiradi. Bu kelimaning asli ma'nosi bo'lsa, badaviy arab jamiyatida hayvonlarni, bulutni, tugi va otlarni ko'ndirish uchun ishlatilgan. Keyincha shaharlar va insonlarni idora qilish va boshqarish ma'nosida ishlatilgan bo'lib, bekrak insonlarni boshqarish san'ati degan tariqada ishlatilgan. Bu ma'noni aytganda siyosat bir maqsad yoki prinsipning taqozosi bo'yicha shahar boshqarish va idora qilishga doir san'atdir. Hozirgi zamonda bo'lsa, arabchadagi siyosiy va siyosiy kalimalar g'arb tillaridagi politika, politik va polisi qatorliq kalimalarningki ma'nosiga erishib, ularning o'rniga dasigan. Ma'lumki, bizning bu 11-asrda Qarxonlar davlatida ro'yobga chiqqan o'lmas va nodir asarlarimizdan biri bo'lgan Uyg'ur tili, adabiyoti, Uyg'ur madaniyati qatorliq sohalarning tadqiqotida qo'l manbai hisoblangan ma'lumotni deb aytganda siyosatning xarakterini olgan qutog'i bilikmi ajdodlarimizning siyosat haqidagi tushanchalari haqida ma'lumot berdi. Bu siyosat kelimasi bilan o'xshash ma'noda ishlatiladigan politika kelimasi bo'lsa, qadimgi Grek jamiyatida shahar davlatlarini bildiradigan polis, yurtdosh yoki xalq uchun ishlatiladigan politas, davlat qurilmasi, siyosiy hokimiyat, asosiy qonun ma'nosida ishlatiladigan politiya, vatandoshlik huquqlariga doir narsalar, davlat qurilmasi va egalik huquqiga chetishlik hamma narsa degan ma'noga keladigan politika, politika san'ati ma'nosidagi politiki kalimalari bilan o'xshash keltirgan keldi. Politika kalimasi 10-asrdan boshlab g'arb tillarining lug'atlariga kirgan. Ma'nosi bo'lsa davlatni idora qilishdir. 20-asrda siyosat haqida yozilgan kitoblarda politikaning insonlarning yaxshi yashashini kafolat qilishga qaratilgan, davlatni idora qilishga doir ish va faoliyatlar ma'nosida ishlatildi. Siyosat rasmiy fan bo'lishdan ilgari bo'lsa, davlat idorasiga doir faoliyatlarning hammasi bir davlatning boshqa davlatlar bilan bo'lgan munosabatlari, vatandoshlikqa munosabatli ishlar ma'nosida ishlatilgan. Buni eng cho'ng tashkillik inson to'pligi yoki guruhi bo'lgan davlatning o'rtaq manfaatlarini ko'radigan holda idora qilinishi va bu yo'lda qaror chiqarish huquqini ishlatish deb tushunsak bo'ldi. Lekin o'rtaq manfaat va qaror chiqarishga jamiyatdagi hamma qatlam va shaxsning rozi bo'lishi va qo'shilishi mumkin emas. Jamiyatdagi bu ahvollar va o'xshamasliklar shaxslar va har qaysi ijtimoiy qatlamlar o'rtasida to'qinish va huquq ko'rishiga sabab bo'ldi. Ma'lum ijtimoiy nufuzga va o'ringa ega bo'lib olganlar o'zlariga nisbatan ustunlik, kuch va quvvatlarni qo'g'dash, o'zgalar bo'lsa huquq, kuch va ustunlikka erishish uchun to'qinish ko'rdi. Bu to'qinish siyosatning huquq ko'rishi degan ma'noda tushunishiga sabab bo'lgan. Biz bundan boshqa bugungi programmamiz yana siyosatning hukmi va ta'biri
Şundaqla her xil ma'nosida to'xtalamiz. Bundaqda erkin ma'lumdan bu siyosatni uqum haqida bir ta'bir berishga, so'zlab berishga dair savollarni so'raymiz. Bu mashhur siyosat tahlilchilari bo'lsa, siyosiy siyosat uqum haqida nurg'un tushunchalarni o'rtaga qo'ygan. Masalan, Harold Laswell siyosat kimdan, nimani, qachon va qaysi xil shaklda qo'lga keltirish munosabatlik deb izohlaydi. Erkin ma'lum siz shuni bir ta'birlab bergan bo'lsangiz. Yani siyasetçi degan vaqtida bu hozirgi zamonaviy davrdagi ma'nodan ifoda qiladigan bo'lsak, bu aslında şu ichki siyosatda mevcut bo'lgan bu jamiyatni qanday boshqarish masalasi. Agarda jamiyat barpo qilmagan bo'lsa, jamiyatni qanday yaratishmi siyosatga kirdi. Qanday bir jamiyatni yaratish masalasi bor. Yani cemiyette mevcut olan bazı güçlerini, mesela insan gücünü, iktisat gücünü, marif gücünü, eğer de teknoloji varsa teknoloji güçlerini, her bir gücü olsa her bir gücünü, kandak başkuruş ve şundakla maksat kılıngan bir nişanga kandak eriştiriş meselesi var. Şundakta bu siyasetçi güçünü kandak işiltiş ve işiltip durup kandak niyetge bu niyetligini hem de nişan kandak bir iş ve eğer de bazı kıyınçılıklar olsa bu kıyınçılıklarını kandak hal kılış, kandak yeniip yanıla aşı maksatga erişiş. Eğer de bir devlet olgan olsa bu chet eldimi devletler olur özünün çigrasının dışında. Özünün içindeki bazı nişanlarını xalqarada yoki devletning sirtida qandaq hal qilishma bu siyosetga kirdi. Shuningga bu 21-asrga kirgandan beri siyoset degan vaqtida texima mazmun jihatdan texima murakkablashishga boshladi. Chunki sening qarshingdagi odamma seningchilik saviyama bo'lishi mumkin. Balki seningdimi saviyalik bo'lishi mumkin. Belki tecrübe ceddime senin de yaxşı buluş mümkün. Bunda bir kıyınçılıklara karşı kandak menfaatini hal kılış cedde sen kandak bir üsluplarını işiltsen. Ve bu meseleni hal kılgan çağda kandak imkan ve kandak pay yani kandak vakitte kılırsa. Çünkü bazı meseleler bir devirde bulmaydı yani bir devirde buluş mümkün. Eğer de o devir yaratılmagan bolsa, o şaraitler yaratılmagan bolsa, sen kandak kılıp o şaraitini yaratıp ve bu imkansızlıkını imkanlık haline ekiliş. Bu hem içki siyasette hem de taşkı siyasette hemsine ihtiyaç duyuldu. Yani bir siyasetçinin bilimi ve tecrübesine ihtiyaç var. Ama bütün siyasetçiler hem bilimini bilip gitemeydi. Şununla kandak adamlardan faydalanışını yaxşı bilirdi. Misalga bazı kabiliyetli adamlarni qaysi ishga silish va onun kabiliyeti misalga ba'zilarininki kallasi yaxshi ishlaydi. Yani analiz qilishda, tahlil qilishda, baho berish jihatda kallasi bor. Bunday odamni qanday ishiltish? Ba'zi odamlar praktikda nihoyatda ustalik bor. Bir planni, bir projeni bergandan keyin uni texmi yaxshi ijro qila oladi. Misalga bu xil kabiliyetli adamni qandaq ishiltish ve buni qandaq organize qilishmi bu siyosetchininki bir kabiliyeti bo'lishi lozim. Yani yig'ib kelgan chog'da mevcut imkonlardan foydalanib maqsadingga qandaq erishish yig'ib kelgan chog'da shundoq bir Otto von Bismarck'ni da siz degandek shu siyosatga shu ta'birini berib ekandiq. Bundan boshqa ma'lum hamda bir jamiyatda farqli manfaatlari bo'lgan, o'xshamagan manfaatlari, o'xshamagan e'tiqodi, o'xshamagan tarafdori bo'lgan nurg'un ijtimoiy to'pliq va guruhlar bor. Siyosat o'xshashlar mushu guruhlarning o'rtasidagi farqlarni qon to'kmasdan, zo'ravonlik ishlatmasdan, urush bo'lmasdan hal qilish san'ati degan bunday ta'birim bor. Biz shuni bizning Uyg'ur jamiyatidagi, bu chet eldagi Uyg'ur diasporasi nuqtasini qanday tushunamiz?
Endi bu jang bo'lmagan bir sharoitda siyosetchilarning texmi qobiliyatini ishlataoladigan bir imkon mavjud. Agar jang vaqtida bo'lsa, o jang vaqtidagi siyosat o biraz boshqacha bo'ladi. Mushu harbiy kuchimi mushu siyosatchilarningki ishlatadigan bir kuchimdi. Burun bu aniq emasdi, ama mushu German strateji mutaxassisi Clausewitz, yani Karl Clausewitz'in kinla bu texmi aniqlashishga başladı. Yani harbiy kuchimi siyasetçinin işletadigan kuchning biri, ama o favqulodda zamanda ishlatishga to'g'ri keldi. Harbiy kuchi yolg'iz beshiga bir kuch bo'lmaydi. O siyosiy maqsadga foydali bo'lgan vaqtida, ya'ni onunğa bir töhfa qo'shgan chog'da o harbiy kuchi kuch bo'ladi. Shuningga sistemning sirtida, tuzumning sirtida, planning sirtida bo'lgan kuchlar doim bir bozguncu güç deb ko'rindi. Yani planlanmagan bir güç bo'lib ko'rindi. O güçler hem de netice ilişkide bir faydası bo'lmag'achqa onu normal güç deb qarmaydi. Hem de evvelki degandek o harbiy güçten başka iqtisodiy siyoset, her nima bu teknoloji, ma'rif bu güçlerini mushu tinchlik bir sharoitda ilib berishga to'g'ri keldi. Hamda bu yerda xilma-xil ko'z qarashlar bor. Ba'zilari misolga Machiavelli'dek kuch ishlatиш deydi. Ya'ni maqsadga erishish uchun hech qanday bir axloq tonimaydigan, rehim bo'lmaydigan bundoq deydi. Ama bu ko'p zamonda tanqidga uchraydi. Çünkü eğer de sen bu kuchni ishlatgan vaqtida xalqningki tushuncha va ko'z qarashlariga bir ziyon berganda, ularga bir besim ishlatgan vaqtida bu siyoset amalga oshmadi degan ma'no keldi. Ama ba'zi paytlarda zo'ravonlik kuch ishlatishga majbur qoladi. Bu şu Türkiye'me Atatürk Cumhuriyeti'ni kurgan jarayonida meclisten tüzükle karar çıkmagan için aşı vaqtida bir qattiq kuchni ishlatishga majbur qoldi. Yani besim ishlatishga. Şunun bilan bir karar çıktı ve Cumhuriyet'nin ilanı şunun bilan meydana geldi. Şununla bu siyasetni hem de Nurman Adam hem de bunu bir oyunga mı okuşturdu. Siyasetini oynagan vaqtida nayta etraflık oylash ve qilgan ishninki neticesi nerede berib, nerede to'xtaydiganligini, qilgan ishi berib, yeni bir mesele yordamda, yeni bir qiyinchilik yordamda bunga diqqat qilishga majbur bo'ladi. Bu siz degandek bu siyoset degan vaqtida shu g'arbning, yani nazariya jihatdan g'arbdan paydo bo'lganligini da'vodir. Ama bu g'arblar g'arb bo'lmasdan evvel sharq tarafdama ve qadimiy zamondama nurg'un siyosetchilar o'tirib chiqqan. Bu siyosetchilar o'zininki shu davrdagi davlatni boshqarib qila olgan. Shuningga bu siyoset degan vaqtida bir medeniyet, yani kültürni bunun ichiga ilish lozim. Hamda nurg'un şu tədqiqatçılar, şu siyaset hakkındaki tədqiqat ilib bağlanlar, bəzən şu medeniyetini, kültürünü biraz ciddiye almaydigan ahvallar var. Aslında o siyasetçi şu medeniyette, şu kültürde yetişkeşken, onunki emni, onunki düşüncesi, onunki işletken uslupları, icra qilish çareleri, şu medeniyetinki, şu kültürünki təsiri buludu. Şununla bu qaysi milletinin, qaysi rayonun, qaysi qit'aning degan meselelerine dikkatli ilişki doğru geldi. Bu sebepten tüpeyli siyaset degan vaqtida uslup chetda, icraat chetda bir-birisiga o'xshamaydigan ahvollar bo'ladi. Nazariyada belki bir-birisiga o'xshaydi. Bu o'xshamaslik berib umumiy shu hukmni buzmaydi deb o'ylayman. Çünkü neticede bir kuchni qandaq boshqarish, kuchlarning arasında münasebetini qandaq tamponlik bilan qandaq moslashtirib boshqarish,
ve məqsəddə şu qiyinçiliklarını yengişdigan bu chetda o'zgarmaydi, ama işletişinin uslubları o'xshamaslikdan tufayli talash tartishma yaratiladi. Hamda Uyg'urlarga kelgan chog'da, hamda siz mabay degandek Yusuf Asacıb'ın kitabıda bu siyasetini anlatıdı, qanday qilish lozimdir. Bu Perslarni, İranlıklarning, qadimiy İranlıklarning kimi siyasi nami şeklinde ve Selçuklu vaqtida siyasi nami degan nima asarlarni bor. İslamiyet'te yani bu mayli Farabi bo'lsin, mayli bu İbn Haldun bo'lsin, bularning kimi siyaset hakkındaki bazı nazariyaviy tushunchalar var. Bu aslında İslam'nınki akidesiga tayantirib ifade kılıngan bir siyaset. Hem de G'arbliklar şu 11. asrdan keyin ularninki yeniden bir siyaset tushunchaları paydo bo'ldi, ama ularninki siyasetninki şu medeni kısmı da bir Hristiyan medeniyeti mevcut. Şununla bu G'arbliklarninki misalga qimmat qarashlarının bir kısmını şu yine Hristiyan medeniyeti bilan münasebetli. Bu bir mürekkeplik yaratıdır. Şunda takdirde Uygurlar hem bu kadimi İslamiyet'in evvelki kadimi siyaset ilk giriş siyasetinin ki icra kılış usluplarını bilerligendek İslamiyet'in kinkinimi bilerliydi. Hazır hem de G'arbliklarning ki siyasi hukumlarına ügünüp durup hem de olup bu dava için xalqaro ilib borgan davolarda G'arb uslubi bilan siyosetni ilib beradi. Bundaq bir sharoitda bizningki an'anadan kelgan bir xil siyosiy ijroti bilan G'arbning siyosiy ijrotining orasida qanday moslashtirish masalasi. Yani Uyg'urlarni bir nişanlı oturup koygan bo'ldi, devlet kuruş. Çünkü devlet kurulganda özününki erkinligini qo'g'dab qolgandek, milletini qo'g'dab qolgandek, ata bobosini qoldirib qo'ygan zeminni qo'g'dab qolgandek bir nima alaytligi bor. Shuningga bu devlet kuruş için siyasetni ilib beriladi. Ama chet elda siyaset ilib berish bilan memleketning ichida siyaset ilib berishninki hem mahiyeti cette hem mezmun cette o'xshamaydi. Shunga chet elda ilib boradigan siyosetlar mushu G'arbniki bo'libmi dunyoninki asos iqlimida bo'lgan siyosiy hukmlarni, siyosiy hal qilish uslublarini hamda bu G'arbliklarninki qimmat qarashlarini qabul qilib turib, buni ilib berishga to'g'ri keldi. Hamda dunyo yolg'izla G'arbdan iborat emas. Hem de Müslüman dünyasına var. Müslüman ve Hristiyanlığın sırtında bazı devlet başkırış uslupları var, ama esas iklimle şokunmak lazım. Bununki manası şu, chet elde san cetten nispeten az olan Şarkı Türkistanlıklar dünyanınki en güçlü devletlerden ve bununla münasebetlik siyasi, iktisadi, ticaret, medeniyet, kanun, finans degandek mushu müesseselerden qanday foydalanish siyosati bo'lishi lazım. Yani senin qo'lingdagi 10 gram kuchla 100 kiloluk büyük kuchni yaratish chet eldagi Sharq Turkiston tashkilotininki ishi bo'lishi lazım. O kuch bilan senin kuchingni kuchlantirish bilan dunyodan Xitoyga bo'lgan bir bisimni tashkil qilish. Bu bisim orqali seninki planlanan nishonga qarab bir harakat qilish to'g'ri keltiradi. Xo'sh. Ma'lum bu hozirgacha siyoset degan bu ilm deyiladi. Tarixdan beri, hatto millatdan ilgari hozirgacha nurg'un faylasuflar, siyoset bilimchilari o'zining ko'z qarashini o'rtaga qo'ygan. Masalan, tunji millatdan ilgari Aflotun siyosetni bir xil eng aqlli kishilar, eng bilimli kishilar davlat idora qilish kerak deb qanday bir nazariyani o'rtaga qo'yib ketgan. Lekin bir xil bu hokimliklardek bir nazariya bo'lsin, ammo siyosatni shu eng bilimli odamlar ilib bor degan nazariyani shu fikrini ta'kidlamoqchi bo'lgan ekan. Qisqasi uningki
Aflatun'unki siyaset göz karışı idare qilish san'ati va davlatni boshqarish faoliyati yig'inchaq qilsak bo'ldi. Undan keyin hammamizga tonish qolgan Machiavelli. Hozir deb o'tdingiz. Maqsad ko'rish uchun har qanday kuchdan foydalanish yo'lliqdir degan ko'z qarashni o'tirib qo'ydi. Mening bilishimcha Machiavellining bu ko'z qarashidan nurg'un davlat qurgan siyosatchilar foydalandi deb bilaman. Ondan boshqa yaqingi zaman qaytib kelib qolsaqmi, bu Darwinning amaliyotda o'tirib qo'ygan nazariyalari siyosat jamiyatşuvanlıq emas, bu siyaset üçün işletildi. Mesela sosyal darwinizm. O diye vakti güçlükler her zaman galip oldu, acizler şalınıp kaldı. Onun için bu iklimden bu ulus devletli oktandır. Paylanan oldu. Yakın zaman qaytib kelib qalsak, ulus devletning keyingi suzulmasi bo'lgan sanoatlashish deymiz, modellashish deymiz. O hukmlar jarayonida, masalan, realizm, onun için rasyonalizm, liberalizm degandek bunda siyasi hukmlar kelib chiqqan bo'ldi. Hozir bu xalqarada asosliq yiqiyotgan mening bilishimcha 3 siyosiy yiqim bor deb bilaman. Mush to'g'risida bir so'z aytgan bo'lsangiz. Elbette degan bu ideyadan başka hazır dünyada bir popülizm yıkımı var. Elbette degendek Platonlarınki ve kadimi bu filozoflarının degendek akıllı adamlarınki, kabiliyetli adamlarınki kıldığan işi bu siyaset degan. Ama bu popülizm bile birlikte kim tonulgan, bilingen şahsı bolsa, bu belki özününki bilimi bile, ya ki akıllı bile olması mümkün. Çıkılıp tonulgan bir adamla bolsa, bu adam siyaset kılalaydı deydiğen bir ahval bazı. Yani bu popülist liderler var. Bunlarınki siyasi başkuruşu hazır bu biz diyen klasik devirdeki bu siyasi nimge okşamayla siyaset. Düşüncesi ve şundakla icra kılışı pek okşamaydı. Bu okşamaslık'ın ki yaratkan bazı meseleler var. Mesela burun bunda siyasyonlarını saylaş cette muşu davanı, muşu nişanı irşalaydıgan kabiliyetlik, bilimlik ve bu cette kandalı olmasa bir tecrübesi olan adamlarını saylaydandı. Ama popülizm bile birlikte belki ABD diyen o kabiliyetleri olmasa mı onu saylaydandı. Mesela bu hazır Ukrayna'nın ki bir kızıkçı o ertist Cumhurreis bulalaydı mesela. Hazır mesela Amerika'nın ki bu nime Trump mı aşında sayılanmaydı. Çünkü onunki sözlügen sözü bu yukarı seviyede yani elit yani serhiller o seviyedekilerge hitap kılmaydı. Ular orta ve orta tövendikilerge yani ularınki meyli bilim cetten, meyli an cetten, meyli o düşünce cetten olsun o yüksek seviyede bulması mı ama aşılarının ki halaydıgan sözünü kıpırış. Ularının kömürü yakıdıgan yapını kıpırsiler, ular sayılıp giderlerdi. Bu sayılanan bu siyasyonlar normalde hem de ebekle digende bir yukarı seviyede veya talantılılık tarafı olmamışka yani klasik filozoflarının digende olmamışka ulanı kıgan işime aşında popülist bolalaydı. Ama o meseleni hal kılamdı, bir kısım meseleni hal kılalaydı. Ama mühim ve kıyın meselelerini hal kılamamışka ulanı atlap ötep gidiyordu. Atlap ötep ketken vaxtıda bazen tarih terakki kılgan siri, aldırılmangan siri belki o meseleler özlüğün hal olurdu ama köpünce mesele aşının özünün devri de asan hal olmaydı. Asan hal olmagandan kim mesele yaratırdı. Mesele biri başka bir terakkiyetini yaratkaşka ahvallar mürekkepleşip alırdı. Mürekkepleşip algandan kim mesele hal olmagandan kim
Bundan keyin inkaslar texmi xilma-xil tarafdan keladi. Bu inkas yalğızla özünün cemiyetida emas. Özünün bo'lmagan, boshqurmagan boshqa jamiyatlarda, boshqa davlatlarda ham ismlar kelishi mumkin. Shuningga hozirgi bu davr shunday bir davr endi. Buni to'g'ri yoki xato deb ayrim qilib bo'lmaydi. Bu bir mavjudiyat. Bu bor narsa bu. Shuningga buni yo'q deb ko'gilma bo'lmaydi. Ammo bu davr o'tib ketgandan keyin yana bir yangi bir xil nimalar siyosiy tushunchalar paydo bo'lishi mumkin. Yangi siyosiy nazariyalar o'tirib qo'yilishi mumkin. Yeni bu hal qilish uslublarda belki yeniliklar yaratılıp qilish mumkin. Yani bırak nima meseleler yenileş mümkün. Çünkü tarihten bugünler biz qaraydigan bo'lsak, bu siyaset degan hukm her devirde öz aldığı özgergen. Klasik zamanda mesela Hristiyanınki filozoflarınki degan siyaset başka bir siyaset. Orta çağda şu garplıklarının siyaseti yani dinge tayandılar. Din degan vaqtida bu dinni özü bile bağlı olgan bir din. Yani misalga Avrupa'nınki, G'arbninki papazlar normalde bu deyilgen gapni Allah'ın gibi deb atab başlaydı. Bundaqda o başka bir xil siyaset oldu. Orta çağda Müslümanlar ilimge, teknologiyaga ahamiyat berishga ve devletni boshqarish jarayonida mushu ilim ve teknologiyaga ahamiyat berishi muhimdi. San'atga ahamiyat beradi. Shuningga bu dinninki arasındaki jidallama cho'ng jidal deb ko'rinmasdi. Misolga deylik, Timurlenkin devletini deylik, onun sarayda hem Şii gruplar var, hem Sunni gruplar, hem de bu dervişler var. Bunlar birbirisiyle uyuşmaydı. Hem de sanat, edebiyat, şiirlerinin terakkiyatı olsun da muşundak yazıdığan adamlarga maaş bağlaydı. Yani demek o vaxtdaki düşünce biraz farklı oldu. Ama sanayi terakkiyatı ile birlikte, birinci sanayi İngiltere'de, ikinci, üçüncü sanayi Amerika'da paydo bo'lgandan keyin bizninki yaşamamız özgergendek siyasetninki mahiyeti ve mezmunuma özgergen bo'lyapti. Shuningga bu dünya bilan texmi munosabatlik bir davrga kirgachga burun rayon devlet quriladi. Misalga Roma devleti, Xitoyda qurilgan devlet bilan pek alakası yok. Ama bugün devletler hemisi birbirisiyle %100 bo'lmasimi, %80-90 devletler birbirisiyle münasebeti var. Yaxshi ya da yomon. Bunda bo'lgandan keyin bu siyasetninki hukmlari yanada o'zgaryapti. Gerçi ebey deyilgandek Hristiyanlıklarınki var, ondan keyin İslamning var, ondan keyin modernleşme deb qo'ydim, sanayi bilan birlikda başlagan. U vaqtida hozir 21-asrda sun'iy aql devri başlavadı. Bununla birlikte ebeki degan kuchlarni qanday boshqarish, ularni qanday moslashtirish ve seninki maqsadingga qanday erishish masalada yangi bir siyaset hukm yaratıldı. Bunda bir paytda Uyg'urlarma shunday ahvollarni yaxshi bilib, uyunib, o'zininki maqsadi için shu siyasetni ishlatib turib bir netice ilişki tirishmak lazım. Oğlum siz bayatın deb o'tgan siyosiy iqlimlardan tushuncha berdingiz, ondan keyin populist siyaset haqida tushuncha berdingiz. Bundaq bir siyasetçilerini türlere ayıradigan bo'lsak, hozirgi davrda masalan populist siyasetçi, yani avamperest siyasetçi, realist siyasetçi, idealist siyasetçi, pragmatik siyasetçi, yani biz ideolojik siyaset deb türlere ayrışık buldu. Ondan başka biz buluşuq değişik siyasetçi degan vaqtimizda qandaqlıq bir alayidligi bo'lishi mumkin. Masalan, birinchisi degan vaqtimizda japaga ve chidayalaydigan severlik bir karakteri bo'lish desek, ikincisi o'zim bir shaxsiy qobiliyat alayida bo'lgan, masalan, ko'z iqtidori,
ma'lumoti cho'nqur bo'lgan bo'lishi. Ondan boshqa bu jamiyatning ehtiyojlarini yaxshi bilalaydigan va qiziq va shundaqla boshqalarga ta'sir ko'rsatgan qobiliyatimiz yuqori bo'lishi kerak deb o'ylasak, undan boshqa seçim qandaq sifatlar bo'lsa, unda haqiqiy ma'noda siyosatchi bo'ldi. Yoki bir Uyg'ur siyosatchi qandaq bo'lsa, haqiqiy ma'noda siyosatchi bo'la oladi. Hamda bu siz deb o'tgandek bir siyosatchininki o'zi shaxsininki bir xususiyati, alohidligi bo'lishi lozim, deganda. Yani bu japaga chidalish lozim, ondan chaqirish kuchi bo'lish lozim. Yani to'rt odamni yig'alamsa degan bir gap bor bu. Yig'alish lozim, sezgür bo'lish lozim. Bu sezgürlük normalde biz hem adamga işilterleyimiz ama siyasetçilerinki öz aldığı bir sezgürlük. Çünkü bu kelgüsünü körelemdi, körememdi diyen bir mesele var. Çünkü sen başkuruvatkan vaxtıda kelgüsü kartılıp başkuruvatsın. Bununla birlikte göz kararışları uçuk buluş lazım, keng buluş lazım. Eğer de tar görüş göz kararışların olsa, dünya göz kararışın olmasa, bu vaxtıda sen bu işini bir yergece apıralığandek, yani jiraqlağa ilip bara maydığan bir ahval var. Cemiyetninki taleplerini biladigan ve cemiyetnin halkınınki arzusunu mu bilaleydigan, ular maslaşıp iş kılalaydigan mıda bir alaylığı buluş lazım. Bazı adamlar özünü yaxşı tanıydı, cemiyetini tanıydı. Bazıları cemiyetini tanıydı, özünü yaxşı tanıydı. Hem de insanlar deydi, insan özünü tanımamdı deb tenkit kılış mümkün ama aşında bir ahval vardı. Qo'saq keng bo'lish lozim. Çünkü senin başkuruvatgan adamlarınki mijazları, huyları hemmisi birbirine o'xshamaydi. Bu adamların arasında mı cidal çıkış mümkün? Hem de bu adamlar senin bilan mı cidal çıkış mümkün? Bundaq bir paytda keng qo'saqlik bilan qanday başkurishma onunki bir san'ati bo'lishi lozim. Hem de misalga shu başkur san'atchidan deganda düşman meselesi var. Bazı yerlerge kelgan chog'da düşmanni do'stga aylantıra alamsa, aylantıramamsa. Yani düşmanni ko'paytib, yüzanni aciz haliga tashlab qo'ysang, sen bir siyosiyun emassan. Peygamberimiz mi Mekke'de Medine'ye kelgan o ceryanda, Medine'de vaxtida yaşayotgan ceryanda xil bir siyasetlerini ilip bağır. Ve aşağıda güçlendi. Ve güçlengeçke Mekke'ye tekrar güçlük bir şekilde, gururlu bir şekilde kraledi Mekke'ye. Yani bu uyadıma nurgun düşmanları battı. Bazıları düşman olmasa onunla karşı çıkanlar battı. Hem de din cettime onunla karşı çıkanlar battı. Baylar battı, kembeğel battı. Bu hicret kılganlar battı, ensarlar battı. Hemmisinde problem battı. Bu problemlerini, meselelerini hemmini hal kılalıdı. Şununla siyasette bazen maksatına erişiş için o düşmanlarını, rakiplerini kanda kılıp yüzanınki siyasetige hizmet kıldırışma bir kabiliyetemdir. Bu nurgun adamla başkurup durup işini hal kılsa dedik. Bu nurgun adamlarınki hususiyetiga, kabiliyetiga qarab, ularga qanday ish taqsimot qilish. Yani yoğun bir iş var, hemmisini ben üzem kılımen deb çıkıp alsam, hem başkuruvatkan adamlarga vazife tegmigendek, hem de o işini sen hemmisini kıtılamaysan. Şununla bir iş, çoğun işine qanday bölüp bir iş olasındaki adamlarga. Ularınki kabiliyeti ve hususiyeti ve bilimi bile o işini qanday hal qilish chetda bununki biraz bilimi buluş lazım. Malum ihtiyaç duyulgan malumatlarga, yani siyasi malumatlarga ilgi buluş lazım. Eğer siyasetini bilmey turup, bu hakkında malumatı bulmay turup, hem de bu cihette tecrübesi mi bulmagan bolsa, o vaxtıda bu işini ilip yeriş biraz kıyım buldu. Şununla siyasyonla anca okuş lazım. Misalga Amerikan'ınki prezidentler köp kitap okuydu.
Misalga Bill Clinton bo'lsin, Barack Obama bo'lsin, bular hammasi kitob o'qiganlardir. Belki George Bush okudimi, Trump okudumu deb so'rash mumkin, ama onun yerinde kitap okup onun anlatib yurgan adamlar var. Bu mu burada yurdu? Yani onu mu düşünüp boğulup buldular. Hem de bir siyasiyonun ki özünün ki bir ideyası mı buluş lazım. Çünkü bir işini ilip bağlan vaxtıda tüzümle, nizamla bir yergece işleydi. Ularını fiziki cəhətdə ularını bağlayan bulsa, ama ularının ruhunu, kalbini, yüreğini bağlaş üçün seninki bir düşünce, seninki sana ait ama bütün cemiyetke bildirgen, sındırgen bir ideya buluş lazım. Buna normalde halklarda doktrindeydi buna. O ideya hem de sen vazifeden ayrıldın ya da vefat olup kettin. Ama senin o ideya devam kıldığın ehvallar var. Yani sen bu dünyada ölsen ama bu dünyadaki insanlar seni yanı hatırlaydı. Şununla bir ideyanın ki yaratılışıma mühimmendi. Hem de evvel dedik siyasiyonlar malum bir nişan için hizmet kılıyordu. O nişana erişiş için bugünden geleceğe karta siyasetine ilip vardı. Bu cəhətdən digən vaxtıda cəmiyyətininki yoki başqurayotgan o devletininki kəlbisi nim buluş kerak degan planların buluş lazım. Projeler buluş lazım. Ve bu yol xarita deyilgan qadamlar buluş lazım. Bularni mı o'ttirib qo'yilgan taqdirda ki bularni mı başqurayotgan adamlarning vasıtasıyla bularni ma'nozallasam bo'ladi. Yani jig'ib kelganda siz degan o xususiyat, men degan bu alayliklarni hammani qila olgan birisi bo'lsa, o siyasiyondan o'tib, siyosatchidan o'tib, o liderga aylanadi. Yani biz lider ve başlık deb ikkiga ayıraylik. Başlık mevcut bo'lgan ahvolni buzmay boshqurib ketish, boshqurib qila olishish, bu başlık hamda. Ama lider degan vaqtida bu cemiyet yoki bu devletning kelgusini tayyor qila oladigan, kelgusini yaratalaydigan, tabii bu kelgusi nima yomon kelgusi emas, texima isi, misalga tinchlik, misalga bayashat, misalga devletning kuchi, bu devletning kuchi deganda siyosiy, iqtisodiy, harbiy, texnologiya, ma'rif deganda bu kuchlar, bu kuchlarning kelgusinde texima alayda buluş, texima güçlük buluş, texima ta'sirlik buluşni tayyor qila olsang bo'ladi. Yani sen tugab ketsanmi yoki ayrilsanmi, sening o qilgan ishing mushu devletni, mushu jamiyatni texima isi bir yerga oladigan bo'lishi kerak. U vaqtida bu lider bo'ladi. Xo'sh. Malum hozir siz mushu siyosatchilarninki suhbatlarini degan vaqtimizda cemiyetdeki her qaysi katlamların ihtiyacını bilip şularınki noktasını muamele kılışını biliş dediniz. Ben bu Tatarlarınki lideri var ya ki bu Abdülcildi efendim Tatarlarınki o mundaq bir gapni qilgandi. Bu Tatarların yaşı bek buzub gitip bardı. Qanday qilsaqlar bular bizniki kelgusimiz degan vaqtida o adamning bir gapi yomon ta'sir qilgandi menga. Biz ma yashagandik. Yaş vaqtida insonning qiynaqizlik bo'ldi. Ba'zi egri to'qay dastlab qoldi. Unayt normal ahvol degandi. Şimdi oylasam, bu adam haqiqiy siyosatchi deb o'yladim. Chunki u agap orqali yoshlarning ko'nglini uftatdi deramdi. Ularni inkor qilmay, ularni chetga qoqmay, ularni qalbini uftish orqali o'ziga tortadi. Mushta bir var desak bo'ladimi yani? Mushta bir to'g'ri ahvol deb qarashga bo'ladi-ku buni. Tabii siyaset ish qilishninki san'ati deydi. Undaqda shu abaqa degan qiyinchilik ishlarni qanday hal qilish, qo'lasindagi odamlarning xususiyatiga qarab alaydiga qarab qanday ish berish, taqsimot ishlarni qildirish degandek, dim boshqa hozirgi siz bergan misolga o'xshash yoshlarni qanday qozondirish va shundaqla ayol kishilarni qanday qozondirish va sening fikring bilan o'xshamaydigan odamlarni va guruhlarni qanday qozondirishmi, bu siyosatchilarninki bir vazifasi.
Agarda buni qilishda qiyin bo'lgan vaqtida, misolga deylik, o'zininki boshqarish doirasiga eklamagan taqdirda bularni, ammo boshqa bir uslubni taraqqiy qildirish lozim. Misolga, hamkorlik. Bir ishni birlikda qilaylik degandek qilib, bu ishni birlikda qilgan jarayonda balki sen uni ta'sir ostiga olgan bo'lsa, yoki o seni ta'sir ostiga ola oladi. Ya'ni hamkorlik qilishma bir uslub. Birlikda bir ishni ham qilgan bo'ladi, hamda tashkiliy jihatda ularninki birlikda harakat qilishni qo'g'dab qoladi. Ammo bunu qila olish uchun seninki ben deyotgan o kishilarni biraz siyosetdan biraz tushunish lozim. Agarda siyosetning nimaligini hech bilmasa, sening bilan hamkorlik qilolmaydi, o'rtaq ishmi qilolmaydi, sen uni ta'sir qilolmaysan. Chunki sen siyosiy uslubda uni ta'sir ostiga olyapsan. U siyosetni bilmasa, qanday u seningki ta'sirga kira oladi. Bundaqda siyosiyonning boshqa bir aloqaga bo'lish lozim. Siyosetni bilmaydigan ta'tir odamlar bor. Ko'z qarash bo'lsin, qiliqlar bo'lsin. Bu odamlarni qanday ta'sir ostiga olib turib, albatta degan asosiy nishonga qanday erishsa. Bu mu siyosiyonlarning bir aloqa. Bu siyosiyonlar pek qiyin bir ish bilan shug'ullangan odamlardir. Ama iysiz siyasetçilerini davetimiz. Biz idealist bir düşünceyle siyasetçilerini davetimiz. Halbuki bu cihanda hıl seviyede, hıl kılıklı siyasetçiler var. Ama bir ölçemi var bunun. Sen şu planlagan yoki oturup koygan o nişanga qanchalik eriştirelidin. Eğer de hakikaten oturup koygan o nişanga bir kısmını eriştireldigen bolsan, sen yaxshi siyasi. Malum delmişkədə bir sual peyda oldu. Yakını sizin bilirsiniz bu tor dünyasında bazı Uygur ayyalarımızın kiyimi sebebidin, karı kiyim sebebidin bazı guluglar, talaş tartışlar, ixtilaflar peyda oldu. Yani mandaq suhbat vaqtda bir kutup şekillendi desek buludu. Del muşu mesele qarta bir siyasetçi usta bir siyasetçi muşu meseleni qandaq bitirib qoldi sizce? Misalga usta siyasetçi bu meseleni kun tartibga kelsak hal bo'lamdi, bo'lmamdi deganni o'ylaydi. Agar hal bo'lsa, qaysi uslubni ishlatman? Qaysi siyosatni ilib borman? Va kim bilan ilib borman? Va qachon ilib borman? Va qanday natija olaman deganni o'ylaydi. Agarda hal bo'lmaydiganligini mo'ljallagan bo'lsa, bu meselani keyingi bir devirga abadiydi o kaçandı. Kaçanlar. Şu çağını özgerttirdi. Şu devir kelgen çağda belki nurgun nesle oңşuluk okunuş mümkün. Şununla kılamıgan takdirde bunu hazırki mavu Türkiye'nin gibiler iz koydu. Ya ki garipliklarının gibiler toğut koydu. Hem de bunu kelgüsünün bir zamanda kılaylıydı. Misalga Dünya Uygur Kurultayı muşunda hal kılamaydigan nurgun meseleler var. Şununla bu misalga devletini qanday devlet kurmuş, onun mahiyeti nima bo'ldi? Dini devlet mi, demokrasi devlet mi? Padişahlık devlet mi yoki saylam bilan lider saylab turib hal qilamiz mi? Deganda xilma-xil talash tartishlar bor. Ba'zileri deydi devlet kurmasak mı bo'ldi? Hazırki otonomiyani qo'lga tushasakmi bo'ldi deydiganlar bor. Shuningga bu o'xshmaslikni hozirgi paytda hal qilolmaydi. Shuningga buni 3-chi eng oxirgi qadamda, ya'ni strategiya qadamning oxirgi qadamda qilaylik degandek. Keyin nurg'un davlatlar mana shunday qilgan. Misolga Turkiya mana shunday 1919da başlagan bo'lsa-mu, aslında 21'de mecliste bunlar meclis kurulup bunlarını müzakere qilishga başladı. Bakın degan şu uquşmasliklar, tushunmasliklar, ziddiyatlarni mushu mecliste hal qilishga kirishdi. Mushu meclisden ondan keyin o'rtaq bir ko'z qarash, o'rtaq bir plan, o'rtaq bir devlet stili va devletning
kurulması çıkandan keyin devletini ilan qildi. Burunma çık dedim, misalga Norvegiya 100 yıldan keyin meclisini kurup durup meselelerini hal qilamiz dedi. Ama 100 yıldan keyin devlet ilan qiladi. Yani demekçi bunun 3. basqıçta hal qildigan meseleni 2. basqıçta hal qilishga tirishmaslik lazım. Ama bu ne? Şu karşı taraftaki seninki rakip kısmı olsun, karşı tarafta olsun, senin de fikir okşamaslık da boğan gruplar olsun. Bunların kanda kayıl kılış meselesi var. Yani bunu 2. basqıçta hal qilmaylı, bunu 3. basqıçta hal qilmaylı. Çünkü hazırki peytde fırsatını kaçırırız. Fırsatını kaçırırsak, mın kapışsak mı, hem de fırsat bulmağaçka, zemin, imkanlar bulmağaçka, şeraitler bulmağaçka, mın değişsek var, mın kilişi varsa mı, hal olmaydı. Bu vakıda ödep ketdi degendir. Şununla hazırki yaxşı peytlerden qanday faydalanışını esas kılış lazım ve bazı meselelerini keyingi qo'yish lazım. Keyingi bir zamanga qo'yishning yana bir alaytligi var. Bugün bizim için bir mesele de paydo bo'lgan bir qiyinchilik. Bir mezgil o'tib ketgandan keyin o qiyinchilik shu o'tmishda qilib qildi. Seninki bundan keyingi yo'lingda o bir qiyinchilikni tashkil qilolmaydi. Yani meseleni keyniga tashlab qo'yib, oldiga biz mangan bo'lg'achqa mesele o'zligida hal bo'ldi deyalaymiz. Shuningga siyosiyonlar albatta degandek qaysi vaqtda qaysi ishni hal qilishni bilish lozim. Agar da buni bilamay qolsa, jidalni baldur tiyirib, onun içinden chiqamay, ondan keyin seninki o'tirib qo'ygan nishonga erishish jarayonida buningki ba'zi qiyinchiliklar tashkil qilishda ma'maydigan bir ahvol bo'lib qoladi. Şununla bu isil siyasyonlar işini qayerda qachon hal qilishni bilalaydi. Yani bunda degan. Malum sizin deb o'tganingizdan, mening o'quvlarimdan siyaset, qiyinchilik qaynayotgan meselelerni en uslub bilan hal qilish san'ati dedik, shu yakuniga keldik. Bundaqda bir Uyg'ur siyosatchi yoki bir Sharq Turkistonlik siyosatchi ki növbetdeki en mühim meselesi nima? Bunu hal qilish uchun qanday mühim vositalardan foydalanish kerak? Deganni bir qisqacha yuritib bergan bo'lsangiz. Hamda xalqaroni esas olgan chog'da bir Uyg'ur siyosatchi qolgan siyosiy guruhlarla qanday hamkorlik ichida ishni ilib berish bu muhim. Nima uchun bunday qiladi deganda, xalqaroda hozir yaxshi bir vaziyat yaratildi. Bu vaziyetten qanday foydalanish bu siyosiyonlarninki o'rtaq o'ylashga to'g'ri kelgan bir mesele. Agar da kuch birligi bo'lmasa, xalqaroda seninki kuching ojiz qilib qoladi. Misolga deyli, Amerika senin bilan hamkorlik qilaman desa, sening kuchingni o'lchaydi. Sen kim, qanchalik adaming bor, jamiyatda qanchalik ta'siring bor, mamlakatning ichida ta'siring bormi yo'qmi? Ve seninki bu kadronun içinde kadrların arasında kabiliyetli adamlar var mı yok mu? Hep şunun karaydı. Eğer de xil teşkilatlarda alaytlık adamlar var. Bu alaytlık adamlar eğer de ortak iş kılalığın takdirde bu vaxtda xalqarada bir güç şekillengen bulurdu. Yalğız kişide 5-4 adamda güç olmaydı. O yüzlep, minglep, on minglep bo'lgan vaqtida o bir kuch bo'ladi. O kuch uningdagi xalqlarga ishonchlikni paydo qiladi. Bu xalqarada ishonchlik degan yomon muhim bir ufqum. Sanga bo'lgan ishonchlikni yutib qo'ygan taqdirda, u vaqtida sening bilan hamkorlik qilishdan yiroq qoladi. Veya sening bilan hamkorlik qilmaydi. U vaqtida seninki arzu qilgan, ya'ni nishonga erishish uchun arzu qilgan bu nishonlarga erishish bakma qiyin bo'ladi. Shuning hozirgi siyosiyonlar birinchi qiladigan ishlar kuchlarni birlashtirish. Siyosetni xalqaro qarta ilib boradigan siyosatni o'rtaq ilib berishga to'g'ri keladi. Arasında nurg'un meseleler var, hal qilish qiyin deydi, ama abay dedik, isil yani seviyeli
seviyelik demek de yani senetini yaxşı bilgen, siyasi senetini yaxşı bilgenler buna ilip biriş mümkün. Hem de başka teşkilatın içinde alaylı adamlar var idi. Bu alaylık adamlarda ama ortaklaşıp bu güçünü peyda kılış. Hazır misalga xalqaradaki güçler sanga bolgan işkence peyda bolgan bolsa ve xalqaradaki çoğun müesseseler senin sanga işengen bolsa onundan keyin senin ularni qoyil qildigan imkonini vaziyatni yaratib bergan bo'ladi. Sen ularni qoyil qila olgan taqdirda men degan 10 gram kuchingni 100 kiloga aylantıra olasın. O aylandırılgandan keyin yaratılgan yeni vaziyetlerden faydalanıp yani bir üst, yukarı bir vaziyetini yaratışga tirişmek lazım. Şununla bugün bir Uygur siyasetçi özününki neymiş kıldıgan nişanını biliş lazım. Yani nişanın neymi? O inik buluş lazım. Hemisi bunu bilaleydi dep bilmem. Onun için hal kılış için kandak ben degende halkıranınki güçlerden kandak faydalanışını ve bu güçlerin arasındaki münasebetten faydalanıp kandak kılıp müsbet güçünü menfi güçünü menfi güçlüğe kandak tenkeş kılış. Tenkeş edip kılış. Çünkü misalga hazır İngiltere'deki Uygur sotu ular şu 6. ayının 4'de topladığını ilan kıldı. Kandak hülası çıktı hazırca bilmeyimiz ama hazırdan başlaplar Garp devletlerinde, Avrupa bazı devletlerde bu ırkı kırgıncılık değil olmaydı. Bunun nezriyesi bu, kanuniyeti bu devadır. Şununla avu kazangan güçün bile mavu menfi güçlerini kandak tenkeşleştirişini biliş lazım. Bu siyasunun bilişke doğru geldiği meseleler. Kandak vasıtalarını işletiş meselesi var. Yani bu vasıta yalnızla Şarkı Türkistanlık'ın ki güç yemez. Tabi digerde halkıranınki güçlerden faydalanış lazım. Misalga siyasi güçüden, iktisadi güçüden, harbi güçüden, finans güçüden, marif güçüden kandak faydalanış meselesi var. Yani bu başkasını kandak, başkasından kandak faydalanış üslubunu yani vasıtalarını yaxşı biliş lazım deb görmem. Onundan keyin bu kişinin icraatçı değil. Bu hazır senin kurgan şu çoğun teşkilat buluş mümkün. Ama normalde devlet bulur. Devlet siyasetinin icra kılıcısı. Ama Şarkı Türkistanlıklardaki olsa şu teşkilat bulurdu. Ama bu teşkilat aciz mi, güçlük mü, o bir mesele. Ona mı kandak güçlendiriş doğru geldi. Halkıradaki bazı ben digerdek müesseselerine kandak işletiş meselesi var. Ondan keyin kandak hemkarlık üsluplarını işletiş, kandak faydalanış mesele var. Olup mu NGO'daki kandak teşkilatlardan kandak faydalanış var. Medyada, halkara medyadan kandak faydalanış. Dini cemaatten kandak faydalanış. Misal gazı Garp'ın Yahudi cemaati olsun, Hristiyan cemaati olsun, olup mu Katolik tarafı yani mezhebi. Bunlardan anca yardımlarını görüyoruz. Ve matbuatlarda bulama uygulağa ihsasçılık bildiriyotganını görüyoruz. Eber digende halkara finanslardan kandak kullanış meselesi var. Hem de bunu işletken vaxtıda tabii ki üzerindeki tarihi, medeniyeti, etnik alaytlığına dünyaya tanıtış lazım. Misalga ben işkençilik degan narsani dedim. Eğer de biz bir qancha yerde bir yağan gapni deb salsak, ondan keyin bu xalqlar ishonmaydi. Shunga bizning tarixiy medeniyetimiz ve cemiyetimizningki alaydiligi bunda yağan gapirish yo'q
deganni xalqlarga to'ntarish lozim. Misolga deylik, hozir 1 milliondan 3 milliongacha lagerda so'langan odamlar bor. Ammo xalqaroga bu guvohnoma berganlarning sonisi 1 millionga chiqmaydi. Yani 500 ming chiqmaydi. Bunda bir ahvolda xalqlar deydi endi. 3 milyon odam, ba'zi yerlarda 5 milyon deganlar bor. 3 milyondagi odamni lagerga so'landi. Bunda bo'lsa, bularningki ailesi bir odam so'langan bo'lsa, bularning ailesidan bir qancha odam bor. Yani 1 milyondan jiqaroq odam, 3 milyondan jiqaroq odam chiqish lozim. Deb songa qarta bir gumonlik paydo bo'ldi. Yani bularda rost shunday odam bormi, yo'qmi? Yoki bizni aldayotgan dedi. Bundan başka misalga Xitoy seni tanqid qiladi. Sen shunday yag'am gap bo'lsa deb. Ular onunki o'zininki söz sahibilik, yani söz kuchini. Bular yani Xitoyningki bu xil tashviqotlarni chin taqobil turishga kerak bo'lib qoladi. Şunun bilan bu avvalgi vositalarni foydalanish bilan birlikda siyosiy kuchni qanday yaratish. Yani avvalgi faoliyatlar bilan butunlay kuchni yaratqili bo'ldi. Ammo u qilgan faoliyatlarining bir ikki yerda chatoq chiqib qolsa, seninki ta'sir kuching ojizlaydi. Sening ta'sir kuching ojizlasa, ondan keyin seninki nishoningga erishish bu jarayonni texmi qiyin bo'ladi. Yo'qolib ketmaysa, ammo qiyin bo'lg'achqa bularni ilib berishda biroz tez bo'ladi. Ammo sen bir davlat bo'lgan bo'lsan, sening qo'lingda iqtisod kuchi var, texnologiya kuchi var, ma'rif kuchi var, inson kuchi var degandek, bu kuchlar var. Buni rahat ishlatalaysan. Undan keyin matbuotda o'zini gapini deb xalqlarni qoyil qilishga tirishalaysan. Ammo Türkistanlıklar için bunda bir imkanı bulmuşka tamamen şu akılla bir iş kılışta to'g'ri kelib qoladi. Xo'sh. Muallim, oxirida bizim bu davoyimizni ilmiy siyosat nuqtasidan qanday qilib boramiz? Chunki davomliq tez vaziyat uchun intayin foydali deb nuqtani yuritib bergan bo'lsangiz. Hamda bu 49dan shu 2018gacha davanınki şu xalqarada davani tunuşturuş, xalqaro tarafdan bu davani tunuş degan bir nishonlandi. Nurg'un qiyinchilikdan tufayli vaqtida zamonida bu bo'lmadi. Ama bu jarayonda, yani bu davrdagi qildigan ishlar, siyosatlar normalde şu faoliyat siyosati. Çünkü sen qanchalik ko'p faoliyat qila olsan, xalq seni aşınchilik tanıyalaydi. Bu sebepten tufayli mayli ko'rgazim shaklida bo'lsin, mayli namoyish shaklida bo'lsin, mayli bir şehirden bir şehirga minish bo'lsin, mayli u yer bu yerga berib ba'zi jidal chiqarish, ama buningki chegarasi bo'lgan ba'zi jidal chiqarish, çünkü bu jidaldan tufayli nimaga matbuotlarga chiqadi emasmi? Matbuot xabarlarda hamda xabar bo'lmagan narsani xabar qilmaydi. Xabarchilarning o'z oldida qiziqadigan masalalar bor. Ashunda qilib yurib, shu faoliyat ahamiyatli bo'ldi. Ammo 2018dan keyin bu xalqaroga to'nilgandan keyin, bo'libmi xalqaro cho'ng kuchlar tarafdan qabul qilingandan keyin, buni to'nigandan keyin, endi ABQ degan siyosatni qilishga to'g'ri keldi. Yani bu faoliyatchilikdan siyosatchilikka o'tishga to'g'ri keldi. Faoliyat muhim emasmi? Faoliyat muhim. Ama faoliyatchining qilgan ishi siyosatchilarning belgilagan bir faoliyati bo'lishi lozim. Burun siyosatchilar belgilamasmi? Hammadan biladi, tonulsak, bilinsakli bo'ladi degashga, onun nishoni aşı bo'lg'achqa, bundan keyin bu qilgan har qanday harakati umumiy bir siyosatga bog'lanmasmi, o'z oldi qismi yana bo'laveradi. Ama bu tonulgandan keyin siyosatni ilib berishga boshlagan chaqda uning nishoni bir halqib cho'ng bir nishonga erishadi. Misolga ikkinchi bosqichda cho'qim
Şarkı Türkistan halkını bir himaye astığı iliş. Yani ahırgın iş. Bunu kılalış için nurgun faaliyetini kılıştı doğru keldi. Misalga Uygur insan haklarının kanununu çıkarış mesela. Ondan keyin Şarkı Türkistan'da haşar meselesi var bu. Bunu mecburi emgak kılgızış bunu bir 21. asırninki bir malaylık bir pulluk sistemi degan yer alып, bunu mu qo'g'dash astığı ilish, bunu mu kanun çıkış bile bo'la. Bundan başka abay degandek ırkı kırgınçılık ilip berilyapti memlekette. Bu halkını qo'g'dab qolmasak bo'lmaydi deb yanada bir kanun chiqarish. Bundan başka bu rayon Xitoyninki rayoni emas. Xitoyninki ishg'ol qilib olgan, onundaki mustamlika siyosatini ilib olgan ve bugüngacha assimilyasiyadan shu ırkı kırgınçılıkça siyasetini ilib beryapti. Shuningga bu yerdagi halkını tamamen xalqaro kuch, umumiy kuch yoki xalqaro cho'ng müesseseler tarafından himoya ostiga ilinmiş. Muşum noktaga ekiliş için bu bir nişan. Yani bugünkü siyasyonlar habaq degan faaliyetlerini ilip berishga to'g'ri keldi. Çünkü a nişanga erişir. Yani faaliyetçi devirdeki bu nişan başka. Hazır siyasetçilerininki ilip bardıgan nişan yani başka. İlip bardıgan işler habaq men deganda bundan köp işler bardı. Hal qilish to'g'ri keldi. Hamda bu işlerini qilalish uchun cho'qim bu men degan shu xalqaroning himoya ostiga ilinish degan yine qonunga tayinlandi. Abaqa deganlar hammasi qonun. Nima uchun qonun bilan hal qilamiz? Chunki qonun bilan hal qilish bilan siyosatga, xalqaro siyosatga ta'sir yetkazamiz. Misalga irqiy qirg'inchilik degan narsa yo'q desa, siyosiyonlar bundan keyin irqiy qirg'inchilik ilib beribdi deyamaydi. Ama bir mahkemede bu deyilgen olsa, o vaqtida siyosiyonlarma korkmaydigan ve milletvekillerime korkmaydigan oludu ve bunu uçuk diyelaydigan hal keldi. Çünkü hukuki cihetten yani kanuni cihette bu değildi, bu tunuldu. Onun için biz diyelayimiz deydi. Şununla bu siyasetçilerin yetişişiyle birlikte kanuncular yetişir lazım. Bu kanun yalnızla xalqaro kanun emas. Avrupa Birliği'nin kanunu, Xitoyning kanunu ve siyasi, iqtisodiy, ticaret, şu teknoloji, şu ilim cihetdeki kanunlar hepsi bunun içine kirdi. Yani bu cihette yetişken kanunculara ihtiyaç var. Bunun için ben dedim siyasetini ilip biriş için başka devletlerini kayıl kılış kutuyor. Hayır kılış için bizge diplomat lazım. Diplomat degan vaqtida o'zining maqsadiga erishish uchun yoki siyosiyonlarning belgilagan o siyasetdagi binoan qarshidagi odamni qanday qoyil qilishning uslubini ishlatiradi. Shuningga bular bilimlik bo'ladi, notiq bo'ladi, kiyim-kechakni joy-joyida kiyadi, o'tirishini, minishini yaxshi biladi. Bunda adam yetişmese xalqni qoyil qilish qiyin bo'ldi. Agarda o'tirishni, yurishni bilmaylar, shundoq bir gap qilib kelsam, xalqlarni qoyil qilish oson bo'lmaydi. Qarshidagi odamlar hammasi to'tamas. Shuningga bu siyosatni ilib olgan chog'da hech bir zaman qarshidagi odamni, ya'ni qoyil qilmoqchi bo'lgan odamni kichik ko'rmaslik lozim. Kamsitish bo'lmaydi. Shuningga diqqat qilishga to'g'ri keldi. Yani bununla birlikte ben dedim bu xalqaroga o'zini tanıtış için seninki tarihin, medeniyetin, cemiyet karakterleri, dini mezhepleri biçe kanda bir millet bo'lganligini tanıştır. Ve bu milletni yalnızla o ben degan mevcut insan, medeniyet mevcut, tarih mevcut degandek. Ulardan başka manevi cihetteki yani milli mefkure degan narsani dünyaya tanıtış lazım. Ama sende bağ mı yok mu? Yok olsa bu sahabiler münasebetlik mütehassisler bunu teyar kılışıdır. Misalga her cemiyette özününki kıymet kararışları buludur.
Bəzən ümumi, xalqaravi mındaq bir qimmat qarashlari bo'ldi. Buni hamda nurg'un davlatlar qabul qilgan bo'ldi. Hamda seninkimi qimmat qarashing bo'lsa va qimmat qarashingga qarab turib sening qanday bir millat bo'lganligini biladi. Va shundaqla dunyoninki umumiy qabul qilgan qimmat qarashlarni qabul qilgan bo'lsa, ular bilan texmi yaqinlik bo'la olaysan. Yo'ling texmi qisqa bo'ladi, masofa texmi qisqa bo'ladi. Ularni qoyil qilishdimi osonlik paydo bo'ldi. Shunga milliy mafkura va qimmat qarashlarini bu yerda paydo qilish lozim. Ya'ni buni abay degandek ishonchlikni paydo qiladigan xalqaro munosabatda ishonchlik degan hukm bek muhim deydi. Bir qitim futurvatdan, ikki qitim futurvatdan, uchinchi qitimda qozanamaysan. Bu jihatda muhimligi bor deymiz. Undan boshqa Sharq Turkistondanki mayli tarix olsun, siyosati bo'lsin, her sahada yetilgan bilim adamlar buluş lazım. Yani Sharq Turkiston hakkında bir tadqiqot, ilmi tadqiqot, yani akademik tadqiqotlar ilip beriş lazım ki seninki milletinki seviyesini göstersin. Senin milletinde mayli bu ictimai fen olsun, teknik fenler olsun, mayli beşeri ilimler olsun, her sahada yetilgan adamın olsa, bu vaqtida ondan keyin xalqaro seni osonlik qabul qila oladi. Sening saviyangni ko'rsatadigan bir ish. Shunga hozirgi davrda siyosiyonlarning o'zining qildigan ishi bilan birlikda abayqi qildigan ba'zi ishlarni yetaklayoladigan va boshqara oladigan va natija chiqara oladigan bir qobiliyatimi bo'lish lozim. Xo'sh. Aziz qimmatli ko'rmanlar, biz bugungi programmamizda siyosetning etnologiyasi, qisqacha tarixi, siyosat hukmi, ta'biri, siyosatda bo'lish qiyinchilik, alayliklar, xususiyatlar, shundaqla Sharq Turkiston da'vosi bilan ilmiy siyosatning munosabati qatorliqlar ustida muhokama olib bordik. Erkin ma'lum, sizga ko'p rahmat. Men rahmat aytaman.